Aka qanchada yopishtirib olamiz? Hozir 8 sekund yopishtirib olamiz. Plyonkasin silib oldik. Plyonkasin silib olasizlar, mana shunaqa qilib. Olib borib shuncha tepaga olib borib yopishtirib olasizlar mana. orqasini shilamiz, to'g'rimi? Yoki plyonkasin. Okey. Lekin amalladik. Oson ish ekan. Ha. Bu mahsulot Mahsulotimiz okey. Samakileki, yangi samakilekilarimiz keldi. Xilma-xillari. Xo'p. Xudo xolasa videoda olib chiqamizda hammasini obzor qilib 1.20 ga 3 metr bo'ladi. narxini ham aytib keting. Narxini direktga yozinglar, plyus qoldiringlar yoki kommentariyaga o'zimiz javob beramiz. Uyda o'zingiz shunaqa samakilar ekanini o'zingiz yopishtirsangiz bo'lar ekan. Biz sal shoshganimiz uchun sal mamnun bo'lib qoldik, lekin uyda yopishtirsangiz shoshmasdan o'zingiz ustasiz yopishtirib qo'ysangiz bo'ladi. Mahsulotni ko'ryapsiz. Bittasi 3 metr bo'ladi. Ancha-muncha joyingizni ob'yomini olib qo'yamiz. Buni har xillari bor. Aloqaga chiqing, nomerlarini yozib qoldiraman. Sergey Indeks bozor, Qo'yliqda, Jomiyda va Bektopida joyligi bor.